Navbatdagi masalamizda boza qoyasini uzunligi, qisqaligi, ko'saklari kichikligi, kattaligiga nisbatan, urug'larda kamchiliklarni bo'lishligi, ko'pchilikligiga nisbatan restressiv bo'lib, ya'ni qo'shma resursiga asoslangan masalamiz. Masalamizda trigeterizot organizm, restressiv gamma-zigotal organizm bilan chatishtirildi-da, bizga olingan organizmlarning miqdori berilyapti. Miqdori. Endi sizlarga life hack sifatida aytamizki, buni eng yaxshi usuli shundaki, mana eng ko'p olingan organizmlarda ikkitasi no-crossoverlar bo'ladi. Ya'ni no-cross. No-crossover organizmlar bo'lsa, eng oz ikkitasi qo'sh-crossover bo'ladi. Mana qo'sh-crossover. Mana bu qolgan 4 tasi yakka crossoverlar bo'ladi. Masalan, A bilan B ni o'rtasida yoki B bilan D ni o'rtasida. Biz endi no-crossoverlarni yozib chiqamiz. Katta A, katta B, katta D holati ekan. Keyingisi kichkina A, kichkina B, kichkina D holatida bo'lar ekan. Endi yakka crossover, qo'sh crossoverlarni yozib chiqadigan bo'lsangiz, katta A, kichik B, katta D hamda kichkina A, katta B, kichkina D holatida bo'lyapti-da. Endi genlarni joylashish tartibi muhim ahamiyatga ega qo'shma crossoverda. Shu sababli biz genlarda A, B, D ko'rinishdami, B, A, D ko'rinishdami, mana shu gen o'rni almashadimi, almashmaydimi, birinchi o'rindan aniqlab olamiz. Buning uchun mana bu qo'shma crossoverda bitta gametani olamizda, bitta harfini almashtirib ko'ramiz. Qachon almashtirsak, mana bu no-crossover organizmga o'xshasa, ana shu almashtirgandagi o'xshab qolgan gen o'rtadagi gen hisoblanadi. Xo'p, qarang. Katta A ni o'rnini almashtiramiz kichkina A bilan. Kichkina A, kichkina B, kichkina D. O'xshaydi? O'xshamaydi. Endi B ni o'rnini almashtirib ko'ramiz. B ni o'rnini almashtirsangiz, katta B bu yoqqa o'tganda katta A, katta B, katta D holatda ekan, ya'ni aynan mos keladi. Misol uchun B ni o'rnini almashtirsangiz, katta A, katta B, katta D bo'ladi. Demak, genlarni joylash ketma-ketligi xuddi shu ko'rinishda ekan. Endi biz o'zimizga moslagan holatda endi genlarni ketma-ketligini A, B, D holatida yozib olamiz. Endi xo'sh, nima debdi? Qo'shma crossover foizini aniqlaydi. Qo'shma crossover agar mana shunaqa organizmlar berilgan bo'lsa, foizni aniqlash uchun juda ham oson. Hamma organizmlarning umumiy miqdorini yozib chiqasiz va hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, 1200 ta chiqadi jami organizm. Endi qo'shma crossoverning gametalari bizda 5 va 7 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib 12 bo'ladi. Ya'ni 12 ni 1200 ga bo'lsak va 100% ga ko'paytiradigan bo'lsak, bunda menimcha 1% chiqadi. 1% bu qo'shma crossover foizi. Demak, bizning masalamizda qo'shma crossover foizi 1% bo'ldi. Demak, masalani biz A qismiga javob berdik. Endi B qismida so'ralyapti, poyaning uzunligi va chigit tuklari orasidagi masofa. Uzunligi, ya'ni katta A, umuman A gen bilan D gen orasidagi masofani so'rayapti, umumiy masofani. Endi buning uchun nima qilamiz? Buning uchun organizmlarning har birini crossover foizini qo'shib qo'yib chiqamiz. Masalan, endi ikkinchi nima life hackslarga bizda 4 ta gameta bor. 4 ta gametaning miqdorlari bor. Masalan, qarasangiz 51 ga 45, 111 ga 105. 4 tasi ikkitasi bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Mana misol uchun 51 ta organizmga 45 ta yaqinroq, mana 111 bilan 105 ga qaragan. Shu sababli ikkalasini bitta yakka crossover, mana bu ikkalasini yana bitta yakka crossover deb olamiz. Endi qarang. Mana uni crossover organizm. Masalan, A ni o'rnini almashtirib ko'raman. Kichkina A, katta B, katta D bo'ladi. Narigi tomonda esa katta A, kichik B, kichik D bo'ladi. Ya'ni A bilan B o'rtasidagi crossoverni topish uchun o'rnini almashtirib ko'ramiz. Shunda bizda kichkina A, katta B, katta D kelyapti. Katta A, kichik B, kichik D kelyapti. Bular A bilan B ning o'rtasidagi yakka crossover bo'ladi. Mana bu joydan qidirib chiqasiz. Bu qaysi biriga to'g'ri keladi desa, mana bu. Mana bu 111 ta chiqar ekan.
Bunisi esa 105 ta chiqar ekan. Demak, xulosa shuki, A bilan B ning o'rtasidagi yakka kirim singular mana bu bo'lar ekan. Endi mana bu o'z-o'zidan B bilan D ning o'rtasidagi yakka kirim singular bo'ladi. Endi bularning foizini topish uchun hozirgi ishni yana amalga oshiramiz. Ya'ni 105 ga 111 ni qo'shsangiz 216 bo'ladi. 216 ni 1200 ga bo'lamiz. Bo'ling. Xo'p, qarang. 216 ni bo'lamiz. 1200 ga bo'lib 100% ga ko'paytirsangiz 18% chiqar ekan. Demak, qarang. A bilan B ning orasidagi yakka kirim singular foizi 18% bo'ldi. Endi keyingisini ko'ramiz. 45 ga 51 ni qo'shamiz. B bilan D ning orasidagi mana buni o'chirib olyapman. B bilan D ning orasini topish uchun 51 ga 45 ni qo'shamiz. Qo'shsak, shunda bizda 96 kelib chiqadi. Endi 96 ni yana bo'lamiz 1200 ga, ko'paytiramiz 100% ga. Necha foiz? 8 mi? 8% chiqar ekan. Ya'ni B bilan D ning o'rtasidagi yakka kirim singular foizi 8% ga teng. Endi masofasini topish uchun A bilan B ning orasidagi yakka kirim singular foiziga qo'sh kirim singular foizini qo'shamiz. 1% da 18 ga 1 ni qo'shsangiz, mana bu joyga yozib olaylik boshqatdan. 19 marganida bo'ladi. Endi 8 ga 1 ni qo'shsangiz 9 marganida bo'ladi. Endi boshqatdan yozamiz qarang. Katta A, katta B, ya'ni A, B da ko'rinishda yozib olsak, ya'ni A bilan B ning orasi 19 marganida bo'lsa, B bilan D ning orasi 9 marganida bo'lsa va endi A bilan D ning orasi qancha bo'ladi desa, ikkalasini qo'shib qo'yasiz. 19 ga 9 bu 28 marganida. Mana endi biz B qismiga javob berdik. Shu bilan masala o'z nihoyasiga yetadi. Qolgan bunaqa masalalarda yana boshqa usullarni o'rganib chiqamiz. Bu